Hurmatli imzozlar, mana tekshirgan pulimiz ichida bitta shubhali pul chiqyapti. Buni zashtalarini hozir bitta detallab ko'rib chiqamiz. Yana bitta mijozimiz keldilar, bizga pullarni tekshirtirgani. Hozir har bitta pullarni tekshirtirib beramiz. Bank apparat kassida tekshiramiz. Apparatimiz dollar 5 xil zashtasidan tekshiradi. Har bitta tekshirgan pullarni serial nomerini yodda qoldirib, uni raspechatga beradi. U bizdan garantiya bo'ladi. Bo'lmasa ham apparatga boshlaymiz, qo'yamiz. Apparatimiz o'zi shubhali pulni tekshirib beradi. Hurmatli imzozlar, mana tekshirgan pulimiz ichida bitta shubhali pul chiqyapti. Buni zashtalarini hozir bitta detallab ko'rib chiqamiz. Original dollarda har doim 5 xil zashtasi bo'ladi. 5 xil zashtasidan hozir alohida detallab ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib infokrasniyni bosamiz. Qarab keling, o'rta operator. Original dollari o'zini infokrasniy mana chizig'i bo'ladi. Original dollarda qizil chirog'i bo'ladi. Poloskasi shubhaligida bo'lmaydi. Buni detallab bu yoqdan poloskalarni ko'rsak ham polosalarida farqi bor bu bilan buni. Dollari yoqasida magnit kuni bo'ladi. Buni ham bitta ko'rib chiqamiz. Original dollar bo'ladigan bo'lsa o'zi chillaydi. Shubhali pulimizda bunaqa chillamaydi. Ogoh bo'ling, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqa qilib qo'yinglar, nomerlarni qoldirib qolamiz.